Obbo, qayerga yuraykin, jonimga tegib ketdi. Bu qishloq ham chiqmaydi. Va aytgancha salomlashni esdan chiqarmayman. Hammaga salom YouTube ahli. Bugun sizlar bilan o'sha tanigan bilgan YouTuberni Mr. Olin. Bugun biz qishloqda просто tak yurib, survival qilib, qishloq hayot olamiz. Va men bitta qishloq topdim, lekin hozir men haqiqiy Minecraftda 1.24 versiyada o'ynayapman. Odamlar bilan Toshkentcha gapiraverdim. Mayli, hozir jitellardan so'raymiz. Problema yo'q, вообще. Muammosiz sekin giramiz. Ey, jitel. Oy, jitel. Bir qishloqda 3 ta galima. Ha, mayli. Salom, jitel. Salom. Bu yerda men yashamoqchiman. Kim bilan ko'rishsam bo'ladi? Bu yerda yashashing uchun sen men bilan ko'rishasan. Mening yo'q, ana bu yerda. Rahmat, jitel. Oho. Ha, aytgancha. Senga zo'r sovg'am bor. Ana, bularni ham duxu yetmaydi. Birga bir tashlashammi? Makkallab olamiz. Tik beraman. Qaytadan tug'ilasam ekan. Bularni ham nima qilyapti u? Ha, necha u? Merda uyini qayerdan gangar. Hozir. Mana shu bo'lsa kerak. Toq. Yo'q, u meniki emas shekilli. Kimdir bormi? Derazadan qarab ko'ravering. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana shu yerdan so'rab ko'raman. Toq. Kimdir bormi? O'yin qo'tyapti. Kiraveraymi? Hamma necha u? Salom, tikka gapman-ku. Salom, janob mer. Men bu qishloqda yashamoqchiman. Qaysi uyda yashasam bo'ladi? Hop. Qanaqa qilib bariga ishlasam bo'ladi sizlar tomonda? Shuni menga gapirib bersangiz, shunda qo'shilardim haligi fermerchilikka. Hozir sen fermerchilikka qo'shilishing uchun mening topshirig'imni bajarishing kerak. Hop, mayli, topshiriq qanaqa ekan? Topshiriq shundayki, sen ko'kka tushishing kerak. Bundan oldin senga uy beraman. Hop, rahmat, qaysi uyni olay? Qishloqqa kirib kelganingda tepaga ko'tarilgan uyni ko'rgan bo'lsang, o'sha uy senga. Rahmat, janob. Bu qaysi tomonda? O'zing topib olaver. Mayli, bo'pti, rahmat. Rahmat, janob mer. Hop. To'g'rim, nima gap ukam? Sallanni ruhing emas-da. Topish kerak. 1, 2, 3 Sam uyimni ekan. Yaxshimini o'ylaydi. Hay. Qoyil. Men oldi tepib kiraman borku. Buzib kiraman-ku. Menday. Bitta kravat qo'yaman menga. Salom, janob mer. Men uy kichkina ekan, o'shani kattalashtirsam bo'ladimi, iltimos? Ha, mayli. Lekin sen buning uchun 20 ta temir olib kelib berishing kerak. Hop, mayli, rahmat. Ha, daraxtlarni chopsam bo'ladimi? Mayli. Bo'laveradi. Eng muhim 20 ta temirni ber. Bo'pti, hozir shaxtaga tushib olib chiqaman. Rahmat.
1 2 3 yeyman, lekin bu ustiga qisqa vaqt o't ketadi, lekin mana 1 soat qimirlashimga to'g'ri keladi. Shuning uchun like bosib qo'yish qiyin emas sizlarga. Shuna bitta ekranga 2 marta urasizlar, tamom. Shuning uchun like bosib qo'yinglar, mayli keting, tamom. 1 2 3. Juda ham charchab ketdim. Eng muhimi, hamma narsani tayyor qilib qo'ydim. Va uyimdagi sandiqqa olib qo'ydim. Va hozir men nimaga bu yerda kechqurun aylanibman? Buning sababi mening qornim och qolib qolishi mumkin, chunki men fermada yurib, uzoq narsalarni olib yeb tugatib qo'ydim hammasini. Shuning uchun ozgina ovqat olib ketishsam, hech narsa qilmaydi. Hayajonlanmang. Keling ketishingizdan. Mana qaytaman, rahmat. Keling ko'rib bo'lmadi degan. Tamam, xo'sh, atrofni ham tekshirmasdan ishlavardim. Kerakchimasmi mana uyim qani mana? Ha, ekan. Qolmaydi narsalarni yo'qlaman. Salom galim. Ertalab merni oldiga qaytsam bo'ladi. Ay, qanday yomonlik. Tashqarida yotishimga to'g'ri keldi bugun. Lekin mayli, har doim usul emas. Sizlarga bok ketadi. Mayli, sizlarga ham ko'rsatay deyman. Afsuski juda kam vaqtlarimiz qoldi. Shuning uchun yengilgina. 1 Jiddiy yo'ldan ketdik. Olg'a, Salom janob mer. Taqlatmaganim uchun uzr. Mana 20 ta temaringa. Siz juda ham yaxshi odamsiz, shuni bilasizmi? Mana o'g'illarsiz. Men ketdim. To'xta. Bildim. Temirlarni o'zim bilan olib ketyapman. Uni mana bu chekka tashlab qo'yaman va men g'oyib bo'ldim. 3 2 1. Ana temirlar. Janob mer. Mayli, unda men tashqaridan turib o'taman, siz o'lavering. Uyimni kengaytirishni boshladim. Rahmat. Mana bu ko'rinishni eslab qolinglar. Va 1 2 3 va mana ko'rishga mumkin. O'z ko'rasizlarmi? Ichkariga ikkita dona daraxt yetmagan, garchi e'tibor qilmaymiz. Mana haqiqiy go'zallik, kenglik mana shunday bo'ladi. Op. Bugun ertalab meni mer chaqirtirgandi. Hammasi bor kelamiz va shu bilan videoni tugataman. Sekiroq. Sekin kelamiz. Salom janob mer, eshik takrorlatish ismini chiqib qolyapti. Nimaga men chaqiruvdingiz? Salom. Ismingni bilib olganlardan seni qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin, lekin mayli. Shu bilan endi o'zingga ferma qurishing mumkin. Tabriklayman. Sog' bo'l. Bundan boshlab senga o'ylab turdim. Rahmat mer, sizdan juda xursand bo'ldim. Rahmat. Ko'rdinglar obunachilar, mana bugun fermalik ham bo'ldik, uyli ham bo'ldik. Hammaga rahmat. Kelasi video qaragan blokim qo'limda paydo bo'ladi degan video bo'ladi. Rahmat, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xayr.